video. Hayotingizni tubdan o'zgartirish xohlaysizmi? Kvant sakrash haqida eshitganmisiz? Agar sizga qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video o'zgarishlar va o'zgartirishlar haqida. Assalomu alaykum. Bu video hayotimizda qanaqa qilib kvant o'zgarish qilish mumkinligi haqida. Qanaqa qilib hayotimizni tubdan o'zgartirish mumkinligi haqida. Pulda yangi darajaga chiqish mumkinmi? Hayotdagi takrorlanadigan voqealar, bir xil og'ruvlar, bir xil odamlar, bir xil xiyonatlar, tashab ketilishlar, qadrsizlantirishlar, aldashlar, xiyonatlar, tuhmatlar, qarzdorliklar girdobi, pul yetishmovchiliklari yoki ichki bo'shliqni to'ldirish kabi bir xil bo'lgan qayta keluvchi ssenariylardan qanaqa qutulish mumkin? Qanaqa qilib xalos bo'lish mumkin? Dekoratsiyalar o'zgaradi, odamlar o'zgaradi, holatlar o'zgaradi, vaziyatlar o'zgaradi, lekin sinovlarning mohiyati, sinovlarning ssenariysi o'sha qolaveradi. Takrorlanuvchi programmalardan, dasturlardan qanaqa chiqish mumkin? Chiqish mumkinmi o'zi degan savollar menga ko'p berishadi. Aynan shunga o'xshash savollar bilan menga ko'p murojaat qilishadi. Nima deb o'ylaysiz, chiqish mumkinmikin o'zi? Albatta mumkin. Shu sababli bu videoni yozishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida esa qadr-qiymatni oshirish, ichki tayanch his qilish, loyiqlikka his qilish uchun texnika beraman. Bilasizmi? Bilim bu kuch. Yangi bilim esa bu yangi energiya. Yangi energiya esa yangi imkoniyat. Demak, kvant sakrash deb ataladigan ichki o'zgarish haqida gaplashamiz. Bu yerda gap shunchaki orzularga erishish haqida emas, xayollar qurish, maqsadlar, orzularim emas. Gap insonni fikri, holati, hissiyoti, qadri, tanlovi, uning harakatini va natijada hayot sifatini o'zgartirishga olib keladigan imkoniyatlarda. Gap o'zgarishlar va o'zgartirishlarda. Men shu Aliva Parina Xayrullayevna yoki shunchaki Parisha, ruhiy psixologiya, sonlar psixologiyasi yo'nalishida faoliyat yuritaman, coach va motivatorman. Shu bilan birga hayotda o'yini kursining asoschisiman. Mani YouTube, Instagram va Telegram kanallarim aynan onglilik, masshtab va pul, o'zlikni topish, loyiqlikka oshirish hamda bu haqda dunyoga to'g'ri e'lon qilishni o'rganish haqida. Hayotda o'yini kursida esa bu ma'lumotlar bosqichma-bosqich, chuqur va amaliy yo'nalishlar bilan berilgan. Xullas, menda yoshligimdan Xudo haqida juda ko'p savollar bo'lgan. U kim, qayerda, qanaqa? Xo'p, bizani yaratgan bo'lsa, uni o'zi qayerdan kelgan? Uni kim yaratgan? O'sha qizaloqligimdan, 7-8 yoshli qizchalik paytimdan boshlab meni ongimda har doim isbot kerak bo'lgan. Shunchaki borga ishonib keta olmaganman va aynan mana shu izlanishlarim natijasida juda ko'p boshqa qiziqarli faktlar bilan yuzlashdim. O'rgandim va hanuz o'rganishda davom etyapman. Xullas, kvant sakrash qilishda nimalar muhim ekan? Hech qachon unutmang, borliq bu dual. Moddiy va ma'naviy dunyo orasida biz hamisha muvozanatni tutishni bilishimiz zarur. Men ruhiy psixologman, dinshunos emasman, lekin ruh bevosita ma'naviyat bilan, ya'ni yaratuvchi yoki Xudo bilan bog'liq. Yaratganning pufidan yaraldik biz. Bizda uning barcha sifatlari bor, zarrachadan. Shu sababli men sizga nafaqat psixologiyada yoki fandan gapiraman, balki dinimizdan ham ma'naviy misollar ko'rsatib, bilganimcha yoritib berishga harakat qilaman. Chunki biz va bizning ong din va din aqidalari bilan o'sgan, qalbimizga muhrlangan, bizning ongda e'tiqod kuchli singdirilgan, yaratganga muhabbat singdirilgan, tarbiya bilan, oila bilan, jamiyat, urf-odat bilan, e'tiqod bilan va bu juda zo'r. Shuning uchun din orqali berilgan tushunchalar yanada yengilroq qabul qilinadi. Tushunish osonroq bo'ladi. Boya aytganimdek, borliq bu dual. Biz o'zimizni hamisha ma'naviy va moddiy dunyomizni bir xil ozuqlantirib, undan foydalanishni bilishimiz kerak ekan. Faqat moddiy dunyo bilan yashashdan insonda xotirjamlik yo'qoladi. Faqat ma'naviyat bilan yashagan insonlarda esa infantillikka moyillik bo'ladi. Shuning uchun biz hamisha muvozanatni bilishimiz kerak. Bu muvozanatni eng go'zal ko'rinishi Rasululloh hayotlarida ibrat va o'rnaklar sifatida ko'rishimiz mumkin. Ular har ikkala dunyoni ham baravar olib borganlar. Buni barchamiz bilamiz. Endi qarang, agar bizda baxt yoki munosabatlarda, pul yoki boylikda, tana yoki sog'liqda nuqsonlar bo'lsa, demak biz o'zimiz bilan yoki yaratganimiz bilan bo'lgan munosabatda nuqson bor. Inson hayotidagi ko'plab muammolar ko'pincha uning ichki dunyosi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Psixologiya va nevrologiyaga ko'ra insonning ichki e'tiqodlari, o'zi haqidagi tasavvuri, hissiy jarohatlari va ong osti dasturlari uning qarorlariga, odatlariga va hayot tarziga ta'sir qilar ekan.
Aynan shu holat vaqt o'tib insonning tashqi realligini shakllantirishni boshlaydi. Do'stlar, ishoninglar, bu ezoterika emas, bu haqiqat. Hattoki Qur'on oyatlarida ham Alloh bir qavmning holatini ular o'zlarini o'zgartirmaguncha o'zgartirmaydi deyiladi. Rad surasi 11-oyatda. Bu oyatning mazmuni insonning hayoti, taqdiri, holati, insonning holati va realligi ko'pincha uning ichki dunyosi bilan bog'liq ekanini eslatadi. Agar munosabatlarda muammo bo'lsa, ichki o'zligimiz bilan bo'lgan munosabatga qarash kerak. Agar pulda muammo bo'lsa, pul haqidagi ichki e'tiqodlarimizga qarashimiz kerak. Agar tanada charchoq bo'lsa, tanaga bo'lgan ichki munosabatga qarash kerak. Agar hayotda takrorlanuvchi ssenariylar bo'lsa, ko'p bo'lsa takrorlanuvchi ssenariylar, ichki dasturlarni ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Negizdan boshlash kerak. Negiz esa bu ong, qalb, ruh, tana va so'zdir. Bilib qo'ying, atrofingizdagi hamma odamlar, hamma holatlar, sinovlar va og'riqlar sizni ichki dunyoyingizda nimalar borligining oynadagi aksi yoki hayotdagi aksinchasi. Tushunasizmi? O'sha sizni hayotingizdagi reallik, sog'lig'ingizdagi muammolar, muhabbatdagi muammolar, munosabatlardagi muammolar, pul va boylikdagi muammolar, sizni o'rab turgan sizni dunyoyingiz va borlig'ingiz hammasi sizni ichingizda bor. Sizni ichingizda yashaydi hammasi. Oynadagi aksi, ya'ni ichingizdagini shundoq olib oynada aks etgandek hayotingizda aks ettirib beradi. Yoki hayotdagi aksinchasi degani siz qabul qila olmagan yoki qabul qila olmaydigan holatlar. Bularning hammasi qayta hayotingizda takrorlanaveradi toki qabul qilishni o'rganmaguningizcha. Demak, hayotdagi haqiqiy o'zgarishlar tashqaridan emas, ichkaridan boshlanadi. O'sha sabablarni qidirib bunun ichiga botib ketmasligimiz kerak. Sabablarni yengillik bilan tahlil qilib, fokusni yechimga qaratib, o'z hayotimizni boshqarishni mahorat darajasiga yetkazishimiz mumkin ekan, tushunasizmi? Xo'p, nima qilish mumkin bu holatlar bilan? Bu holatlarimizni bizning hayotimizga yoki bizning mavzuyimizga qanaqa aloqasi bor? Albatta bor. Videoni oxirigacha ko'ring, javobini albatta olasiz. Kvant o'zgarishlar qanday sodir bo'ladi? Bunda birlamchi qurol bu bizani ongimiz. Ong va ong ostimiz. Yaratganning oliy ko'rinishda bizga berilgan ong. Bu o'sha bizadagi mo'jizalardan biri. U haqiqatan ham betakror, u cheksiz. Albatta biz mo'jizamiz. Axir bizni yaratdi. O'zining mohirligi bilan nuqsonsiz qilib yaratdi. Va biz o'zimizdan va o'zimizni qanaqaligimizdan norozi bo'lishga haqqimiz bormikin? Yaratganning ishidan norozi bo'lishimiz mumkinmikin? Bu isyon emasmi? Albatta bu isyon. Bu ichki, ko'rinmaydigan, bilinmaydigan isyon bu. Ming afsus, bizning ichki holatimizda bunga o'xshash qarama-qarshiliklar juda ko'p jarayonlardan iborat bizning ichki dunyomiz. Lekin ishoning, ularning hammasini anglash va tushunish oson. Ilm olinganda tafakkur yoqiladi, azizim. Tafakkur qiling. Bir marta buni ta'mini bilib olsangiz, rostdan ham shu haqiqatmi deb o'ylaysiz. Bir mo'jizani topgandek bo'lasiz. Demak, biz hammamiz bilamiz, insonni borlig'i bilan munosabatda ong bu birlamchi qurol. O'zimiz va yaratganimiz bilan bo'lgan munosabatda ham, hayot bilan bo'lgan munosabatda ham, o'z hayotimiz sifatini yaratishda ham bizning ongimiz bu birlamchi. Bizani butun hayotimiz sifatini ongimiz va ong osti holatimiz yaratadi. Ong bu nima? Ong bu bizani fikrlarimiz. Hammasi fikrdan boshlanadi. Fikrlar bizning realligimizning konstruktori, xuddi binoning fundamentidek, binoning g'ishtlaridek, tushunasizmi? Va agar bizning realligimizda hozir nimadir yoqmayotgan bo'lsa bizga, unda biz har kuni boshimizdan aylanayotgan o'sha fikrlarni tekshirishimiz kerak. Tahlil qilib ko'ring fikrlaringizni. Chunki bizning fikrlarimiz haqiqatan ham so'zning to'g'ri ma'nosida real hayotimizga va moddiy holatimizga ta'sir qilar ekan. Bu haqiqat. Bu ezoterika yoki bo'sh so'z emas, bu ilmiy jihatdan isbotlangan faktlardan biri. Zamonaviy nevrologiya bir kunda inson miyasida 50 mingdan 70 minggacha fikr aylanishini ta'kidlaydi. Tasavvur qilib ko'ring, 70 mingtagacha fikr bir kunda va ularning asosiysi qaytalanuvchi fikrlar. Ularning asosiysi ong osti fikrlari. Ularning asosiysi sizni xabaringiz yo'q fikrlar. Bizda fikrlar juda ko'p.
va o'sha bizning ongimizda aylanadigan 70 mingtagacha bo'lgan fikrlarning ichidan atigi 5 mingtasini anglay olarkanmiz xolos. Ayniqsa hozirgi zamonda, hattoki sovet davrida ham, ya'ni yaqin o'tmishda ham bu muammolar yo'q edi. Informatsiya degan muammo yo'q edi. Hozirgi zamonda informatsiya pandemiyaga aylangan va biz har kuni takrorlanadigan fikrlarimizning asosiy qismini hattoki tasavvur ham qila olmaymiz. Ongimizda nima aylanayotganini asosiy qismini anglay olmaymiz ham. Eslolmaymiz ham. Anglash kerak, eslash kerak, tahlil qilish kerak, ahamiyat berish kerakligini bilmaymiz ham hatto. Lekin bitta narsani bilib qo'ying. Siz real hayotingizda, ya'ni tashqi hayotingizda sodir bo'layotgan hamma narsa shu yerda, boshimizda. Ya'ni sizni boshingizda, boshingiz ichida. Sizni hayollaringiz sizni boshingizda nima sodir bo'layotganiga bog'liq. Ongingizda nimalar aylanayotganiga bog'liq. O'sha sizda, o'sha fikrlaringizda nima bo'lsa, sizni borlig'ingiz shundan iborat bo'ladi. Chunki ong bu qudratli narsa. U to'fonlar keltirishi mumkin, zilzilalar keltirishi mumkin, janglar keltirishi mumkin, yomg'irlar yog'dirishi mumkin. Mana nima uchun jamoaviy ibodatlarga chorlanadi, tushunasizmi? Bu sabablardan biri, o'sha jamoaviy ibodatning husnlaridan biri. Prosta o'ylab ko'ring, nima uchun dinlar ham bunchalik onglilik haqida ko'p gapiradi? Chunki biz aynan ong va tafakkur bilan hayotimizdagi ko'p narsalarni boshqarishimiz mumkin ekan. Qarang, aslida hammasi zanjirli. Bizning organizm, bizning borlig'imiz bor-ku, butun bir boshli katta mexanizm. Har bir jarayon bir-biri bilan chambarchas bog'liq. O'sha boshimizda aylanayotgan fikrlar bizni his-tuyg'ularimizni shakllantiradi. His-tuyg'ularimiz bizni qanaqadir holatlarga tushiradi. Bizni emotsiyalarimizni yaratadi, so'zlarimizni yaratadi. Fikrlar bizni tanani kasallantirishi mumkin hattoki, yoki tanani davolashi mumkin hattoki. Chunki aynan bizning fikrlarimiz butun tanaga, ruhga, qalbga signal beradi. Bizning butun borlig'imizni yaratadi. Bizning fikrlarimiz bizni har xil holatlarga tushirishi mumkin ekan. Masalan, aytaylik, biz o'zimizni yetarlicha aqlli bilmaymiz yoki aytaylik samootsyenkamiz past, ikkilanishlar ko'p va shunga o'xshash har qanaqa fikrlar bo'lsa, unda bilasizmi, miyamiz tanamizga mana shu ishonchsizlik signalini beradi. Va vaqt o'tishi bilan siz ham bunga ishonishni boshlaysiz. Bu sizning haqiqatingizga aylanadi. Natijada nima bo'ladi bilasizmi? Hayotingiz ham o'sha haqiqatga moslashadi. Chunki borliq faqat ha deydi hammasiga. Qarang, ong bu kuzatuvchi, yaratuvchi, vayron qiluvchi, himoyachi, yolg'onchi, ilhomlantiruvchi, yaxshi do'st va ashaddiy dushman. Ong bu ajoyib xizmatkor, lekin juda xavfli xo'jayin. Agar siz ongni boshqarmasangiz, u sizni boshqaradi yoki siz uni boshqarib, uning kuchidan foydalanib dunyodagi eng baxtli insonga aylanasiz, yoki u sizni boshqarib, sizni dunyodagi eng baxtsiz insonlar qatoriga kirgizadi. Va biz yagona qilishimiz mumkin bo'lgan narsa o'zimizga yordam berish, boshimizda aylanayotgan fikrlarni kuzatish, kuzatuvchi bo'lish, ma'lum bir holatlarda nima qilish va qanaqa yo'l tutishni bilish, buning uchun esa ilm olish kerak. Ilm bu quvvat, hayotiy holatlardan, hayotiy sinovlardan, hayotiy qiyinchiliklardan qanaqa chiqib ketish mumkinligini bilish holatini beradi. Aynan shu yerda yana bir ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan fakt haqida gapirib o'taman. Chunki kvant sakrashni qilishda bu fakt juda muhim. Bilasizmi nima? Aslida bizning ong ostimiz to'g'ri va yolg'on farqiga bormaydi. Farqlolmaydi ko'pincha. Mana qarang, bitta narsa, bitta misol. Oddiy misol. Limonni tasavvur qiling. Uni kesdingiz. Hidini hidladingiz, his qildingiz hidini, tilingizga tegdingiz va yedingiz. Endi aytingchi, nima bo'ldi? Og'iz bo'shlig'ingizga suv keldimi? Lekin nega? Siz limon yemadingiz-ku. Shunga qaramay, miya organizmga signal yubordi. Biz limon yeyapmiz. Tushunasizmi? Bu mental obrazlar shunchaki, mental, ya'ni real obrazlar emas, lekin tanada real reaksiyalarni uyg'otyapti. Ilmiy tadqiqotlarda mental tasavvur idrokning zaifroq shakli sifatida ishlash haqida aytilgan. Bu ilmiy tadqiqot, unutmang. Shuning uchun fikr bu shunchaki fikr emas. Fikr tanaga signal beradi, fikr hissiyot yaratadi, hissiyot holatlarimizni yaratadi, holat harakatlarimizni yaratadi. Harakat natija yaratadi, natija esa reallikka aylanadi. Tushunasizmi? Eng qizig'i, biz aynan miyani mana shu holatini qudratga aylantirishimiz mumkin. Biz bundan juda samarali foydalanishimiz mumkin. Agar biz ongni yo'q narsalarga ham ishontira olsak, bizning realligimiz o'zgarar ekan. Ya'ni bizning fikrlarimiz, ya'ni ongimiz, holatimiz, hissiyotimiz va emotsiyalarimiz, ya'ni qalbimiz holati, shu ikki saltanat holati bir butun bo'la olsa, marra haqiqatan ham bizniki bo'ladi. Ong sizni bir tarafga, qalb boshqa tomonga tortib tursa, ichki kurash paydo bo'ladi. Ichki qarama-qarshiliklar, hayotiy vaziyatlar ham chigallashaveradi. Tushunasizmi?
Bu jarayonlarni qanaqa qilib nazorat qilish hayotda o'yin kursida aniq-tiniq ko'rsatib berilgan. Demak, siz o'zingizni aslida yo'q narsalarga ishontirib, o'z hayotingiz sifatiga ta'sir ko'rsatishingiz mumkin. Siz limonni tasavvur qildingiz va og'zingizga suv keldi. Endi siz orzu qilgan mashina haydayotganingizni yoki siz orzu qilgan Dubaydagi villada yashab yurganingizni tasavvur qiling xolos. Vaqt o'tishi bilan bu sizning haqiqatingizga aylanishi mumkin. Qarang, sizning holatingiz bu sizning energiyangiz. Energiya qanaqa bo'lsa, reallik ham shunaqa bo'ladi. Realligingizni o'zgartirmoqchimisiz? Energiyangizni o'zgartiring. Energiyangizni o'zgartirish uchun esa fikrlaringiz, hissiyotlaringizni o'zgartirish kerak. Hislaringizni o'zgartirish uchun esa ichingizdagi sizni yangi hislarga olib boradigan, yangi harakatlarga olib boradigan, yangi fikrlar yaratish kerak. Fikr hammasini boshqaradi, tushunasizmi? Sizni hissiyotlaringizni ham, emotsiyalaringizni ham fikr boshqaradi. Va buni asosida sizda yaralgan holat orqali siz o'zingiz realligingizni ta'sir qilishingiz mumkin. Tushunasizmi? U fikr va hissiyotlar esa bizni so'zlarimizga qat'iyat beradi. Men eng go'zaliga, eng oliysiga loyiqman deyishni boshlaysiz. O'zingizga ishonch bilan. Biz o'zimiz haqimizda qo'rqmasdan e'lon qilishni boshlaymiz. Bilasizmi aslida sir nimada? Haqiqiy kuch nimada? Siz masalan uyga ketyapsiz, rulda yoki avtobus, metroda va ko'pincha xayollaringiz bilan bu uyga qanaqa yetib olganingizni bilmay qolasiz, to'g'rimi? Bu nima bilasizmi? Bu zaif inson holati. O'z ongini boshqaruvini qo'lga ola olmagan insonlar holati. Demak, ongingizni siz emas, balki sizning ongingiz boshqaradi. Kuchli insonlar esa ongiga ergashmaydi, balki ongidagi fikr va xayollarini o'zi xohlagan tomonga yo'naltirishni biladi. Boshqara oladi ongi. Nazorat qila oladi o'z xayollarini. Tushunasizmi? Endi aytingchi o'zingizga, siz qaysi toifaga kirasiz? Xo'sh, o'zgartirish xohlaysizmi buni? Unda eshiting. Qarang, shunaqa odamlar borki, ular o'z hayotini asta-sekin qadam-ba-qadam, bosqichma-bosqich o'zgartirishni yaxshi ko'radi. Bu osonroq va og'riqsizroq chunki. Ammo ba'zilar hayotini tubdan, tez, qisqa muddatda va minimal kuch bilan o'zgartirish yo'llarini qidiradi. Va bu juda zo'r. Zo'r niyat, zo'r maqsad. Sizni ishontirib aytamanki, buning iloji bor. Bu infantillik emas. Video oxirigacha siz kvant o'zgarishlarni qanaqa qilish bo'yicha butun boshli algoritmni olasiz. Endi aynan kvant sakrash jarayoni haqida gaplashamiz. Qarang, kvant sakrash bu hayotda yangi natijaga chiqish uchun eski shaxs holatidan yangi shaxs holatiga o'tishdir. Bu tushundingizmi shu gapni? Bu shunchaki men boyman, men baxtli bo'laman, men o'zgaraman deyish emas. Kvant sakrash bu eski fikrlardan chiqish, eski hislardan chiqish, eski reaksiyalar bor-ku, holatlarga bo'lgan reaksiyalardan chiqish, eski qurbonlik pozitsiyasidan chiqish, eski men eplay olmayapman dasturidan chiqish. Kvant sakrash bu yangi reallikka mos, ya'ni o'sha siz orzu qilayotgan reallikka, siz maqsad qilayotgan reallikka mos yangi menni, ichki menni yaratishdir. Chunki eski shaxs eski hayotni yaratadi faqat. Yangi hayotni yaratish uchun yangi shaxs kerak. Yangi shaxs talab qilinadi, tushunasizmi? Einsteinning bitta mashhur fikri bor. Bir xil ishni qayta-qayta qilib, boshqa natija kutma. Bir xil harakatlarni qivirib, yangi natijaga umid qilma. Mana shu fikr aynan kvant sakrash haqida. Ikki og'iz so'zda butun bir boshli jarayon mazmuni. Ya'ni bir xil narsani o'ylab, bir xil narsani his qilib, yangi reallikka umid qilmang. Sen hayotingda hech qachon egalik qilmagan narsalarga egalik qilmoqchi bo'lsang agar, unda hech qachon qilmagan narsalaringni qilishingga to'g'ri keladi. Tayyormisiz? Unda yangi shaxsga aylaning, boshqa insonga aylaning. Faqatgina yangi inson, faqatgina yangi shaxs sizni boshqa reallikka, yangi reallikka olib borishi mumkin. Hozirgi versiyangizni, hozirgi variantingizni realligini ko'rib bo'ldingiz. Bo'ldingiz undan kerakligini. Endi yangi narsa olish uchun yangi funksiyalar kirg'ishish kerak o'zimizga. O'zimizga xuddi nastroyka bor-ku, dasturlash, qayta dasturlashimiz kerak. Yangi shaxs yarating o'zingizdan. Yaratuvchanligingiz va sizga berilgan tanlov huquqidan foydalaning. Emotsiyalaringizga qul bo'lmang. Yangi inson nima deganini, yangi insonga qanaqa aylanish mumkinligini men kursimda aniq aytib berganman. U qanday yaralishini qadam-ba-qadam tushuntirib berganman. Yangicha fikrlash, yangicha his qilish, yangicha holat, yangicha emotsiya, yangicha reaksiya qilish kerak. Boshqacha bo'lish kerak. Siz uchun odatiy bo'lib ketgan reaksiyalar va holatlarni, harakatlarni o'zgartirish kerak. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bitta fikrni unaqasiga ham, bunaqasiga ham tushuntirib berishga harakat qildim, natija tushuntira oldim. Xo'sh, kvant o'zgarishlarni amalga oshirish uchun nimadan boshlash kerak? Mana sizga o'zgarishlarning bosqichlari. Buning uchun biz birinchidan xolis niyat qilamiz.
Niyat bu eng muhim jarayon. Niyat xolis bo'lishi kerak. Sizni harakatlantirayotgan har bir kuch xolis bo'lishi kerak. Niyat bu kuch. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz ham siz bitta qilib qo'ygan niyatga hamma narsa moslashadi. Sizni dunyoyingiz moslashadi. Men darslarimizda niyat haqida ko'p gapirganman. Shu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin birinchi navbatda hayotimni tubdan o'zgartirishni niyat qildim deb yozib qo'ying daftaringizga. Bu niyat prosta shunchaki gap bo'lmasligi kerak. Bu niyat chin dildan bo'lishi kerak. Ikkinchi qiladigan narsamiz o'zimizni kimligimizni, qanaqaligimizni va hayotdan nima xohlashimizni aniq bilish. Bilib qo'ying, agar siz o'zingizni qadr qiymatingizni bila olmasangiz yoki aksincha kibrda bo'lsangiz yoki siz qurbon pozitsiyasida bo'lsangiz, kvant o'zgarish qila olmaysiz. Ichki man bor-ku, ichki man bu asos. Bu fundament. Ichki man bo'lmasa, o'tda yaratgan ham bo'lmaydi. Siz bo'lmasangiz yaratgan qayerdan bo'lsin? Haqiqiy o'zlik topish muhim. Uchinchidan, yaratgan bilan bo'lgan munosabatingizni to'g'irlash. U kim, qanaqa? Fokus yaratganni qanaqaligida. Mana nima muhim. Buni allaqachon siz bilasiz. Bilmasangiz javobini kanalimdagi videolardan topishingiz mumkin. Siz uchun yaratganning asosiy 3 ta sifati nima? Va siz uchun qalban buni albatta aniqlab olishingiz kerak va uni eng go'zal sifatlariga qaratish kerak fokusingizni. Va bu narsaga ham ongingiz bilan, ham qalbingiz bilan ishoning. Ishontiring o'zingizni. Onga hamisha isbot kerak. Ilm oling, bunga isbot ko'p. To'rtinchidan, hayotimiz uchun mas'uliyat olish. Qur'on oyatlaridan birida har bir jon o'zi qilgan amali garovidir. Muddasir surasi 38-oyat. Bu oyat bizga bizdagi mavjud tanlov mas'uliyatini hamda hammasi qilmishga yarasha ekanligini eslatadi. Insonga berilgan tanlov huquqiga asoslanib hayotiy holatlarga qanaqa qarashimizni biz tanlaymiz ekan. Biz tanlaymiz. Mana stakan deydiga, stakanni yarmi to'la deysizmi yoki yarmi bo'sh deysizmi? Bu sizning tanlovingiz. To'g'rimi? Fokusni qayerga qaratsangiz, o'sha o'sadi. Fokusni o'zgartirish kerak. Fokusni. Chunki hayotning negizi bu ishonch va e'tiqodda. Biz nimaga ishonsak, biz shumiz. Shunigina olamiz. Borliq shunchaki o'zini odatiga ko'ra, o'zini xasini etadi, sizga o'sha holatni ko'paytirib beraveradi. Tushunasizmi? Ya'ni biz hayotimizda bo'layotgan hamma yaxshi va yomon holatlar uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga, o'z bo'ynimizga olamiz. Aybdorlik qidirmaymiz. Yo'q aybdorlar. O'sha holatlarga qanaqa qarashni tanlagan siz borsiz faqat. Bu hammasiga men aybdor ekanman degani emas. Bu endi men o'z hayotimni o'zim boshqaraman degani. O'zim boshqarishni tanlayman degani. Qarang, qurbon pozitsiyasida insonlar hamisha kutishda bo'ladi, kutadi ular. Mas'uliyat pozitsiyasidagi insonlar esa tanlaydi. Men buni tanlamayman, yo'q buni tanlamayman. Qurbonlar aybdor qidiradi. Mas'uliyatli inson esa sababni ko'radi, darsini oladi va yo'lini o'zgartirishni davom ettiradi. Bu hayotimiz uchun mas'uliyatni o'z bo'ynimizga olish va hammani kechirib qo'yib yuborish. Ozod bo'lish bu yuklardan. Ozod bo'lish bu yuklardan. Erkinlikka erishish, o'tmishni unutish yoki shirin tajribaga aylantirish holati. Mas'uliyatni olish. 5-dan hayotga beradigan sifatimiz. Hayot faqat sinov emas. Ya'ni biz hayotning sinovligini unutib, fokusimizni hayotning qiziqarli o'yinligiga qaratamiz. Qarang, biz asosan hayotni faqat sinov deb qabul qilamiz. Albatta hayotda sinov bor, imtihon bor, lekin o'sha sinovlar bizga nima uchun kerak? Bizni o'stirish uchungina faqat, vayron qilish uchun emas. Sinov va muammolar aslida bu signal, ular aslida imkoniyat o'zimizdagi noto'kisliklarni ko'rish uchun. Demak, bu yerda biz ham qiladigan ishimiz hayot bu sinov degan dasturimizni o'zgartirish. Hayot qiziqarli o'yinga o'zgartirish. Qur'on oyatlarida dunyo yoki hayotning o'yin, erme, ziynat va vaqtinchalik holat ekanini ham eslatadi. Hayotda faqat qo'rquv, bosim va og'riq bilan emas, balki anglash, tanlash va yengillik bilan ham qarash mumkin. Siz yengillik bilan ilm olib, o'rganib, bilish orqali o'zingiz tafakkur qilib, tanlashni o'rganmasangiz, borliq sinovlar orqali dars berib, o'zgartirishni boshlaydi sizni. Tushunasizmi? Ya'ni siz baribir o'zgarasiz. Yoki bilim orqali o'zingiz tanlab o'zgarasiz, yoki sinov orqali yig'lab o'zgarasiz. Tushunasizmi? Og'riq bilan. Siz shunchaki tanlang. Tanlov huquqingizdan foydalaning. Qaysi bir afzalroq sizga? Qarang, hayot haqiqatan ham o'yin. Qiziqarli o'yin.
Bu dunyoning vaqtinchalik o'yinligi va tanlov erkinligi bizda borligi haqida An'om surasi 32-oyatda, Muhammad surasi 36-oyatda, Ankabut surasi 64-oyatlarda ham ta'kidlangan. Xohlovchilar marhamat tekshirib ko'ring. Va xuddi biz sinovga bo'lgan, yaratganga bo'lgan dasturlarimizni o'zgartirgandek, bizni o'rab turgan olamdagi har bir holatga bo'lgan qarashlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Holatlarimizni va fikrlarimizni kuzatishni o'rganishimiz kerak. Bu haqda men hayotda o'yini kursi aniq-tiniq bosqich tushuncha va amaliy ko'rsatmalar berganman. Ishoning, aslida hammasi oddiygina, aslida hammasi osongina. Va unutmang, ko'z qo'rqoq qo'l botir. Oldinchi qiladigan ishimiz tan olish va qabul qilish. Ya'ni tan olamiz holatimizni. Hamma ongsiz yashayman deymiz. Ilja men g'iybatchiman, men ko'p hukm qilaman, tanqid qilaman, hamma yolg'onchiman, hamma o'zimga o'zim ishonmayman va hokazo. Tan olamiz va qabul qilamiz shu holatimizni. Qanaqa bo'lishimizdan qat'iy nazar, qanaqa salbiy, manfiy nimalarimiz, sifatlarimiz bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini tan olamiz va qabul qilamiz. Va hamda o'zimizga ruxsat beramiz. Bu ruxsat berib turamiz o'zimizga. Bu salbiy holatlarim bilan sevaman. O'zimni shu salbiy holatlarim bilan sevaman. O'zimni ayblamayman, ruxsat beraman deganingizda ongdagi kurashuvchi yoki jabrlanuvchi pozitsiyasining bosimi bor-ku, o'sha bosim susayadi. Ya'ni siz o'zingiz ichki dunyoyingizda o'zingiz bilan o'zingiz kurashishni to'xtatasiz. Shundagina tinchlik keladi. To'g'ri va go'zallikka yo'lovchi qarorlar esa faqat tinchlik holatida qabul qilinadi. Faqat tinchlik bor joyda keladi. Demak, biz tan olishni va qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Demak, avvalo biz o'zimizdagi holatni tan olishimiz kerak ekan. Hamma hozir qo'rqyapman. Hammanda hozir kelajagi xavotiri bor. Hamma o'zimni qadrsiz his qilaman. Hamma ko'p tanqid qilaman. Hamma ko'p o'zimga ishonmayman. Hamma qurbon pozitsiyasida yashayman. Hamma puldan qo'rqaman. Tan olish bu davolanishi boshlanishi. Inson o'zida tan ola olmagan narsasini o'zgartira olmaydi. Qabul qilish esa men shunaqa yashayman yoki men shu ishni qilaman degani emas. Qabul qilish bu ichki kurashni to'xtatish. Ya'ni men o'zimni hozir shu holatim bilan ko'ryapman. Men o'zimni ayblamayman, men o'zimni jazolamayman, men o'zimga o'zgarishga ruxsat beraman degani. Chunki biz o'zimizni tinchlantirmaguncha, chunki ichki tinchlik kelmaguncha to'g'ri qaror ham kelmaydi. To'g'ri qaror esa boya aytganimdek faqat tinchlik holatida tug'iladi. 7-chi qiladigan ishimiz o'tmishni unutish, kechirish yoki ozod bo'lish. O'tmishni unutish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bilaman, ehtimol bu sizga hozir qiyin bo'lar va siz yo'q bu imkonsiz dersiz. Lekin ishontirib aytamanki, buning imkoni bor. Hammasi bittagina qilingan qarordan boshlanadi. Hammasi bittagina qilingan niyatdan boshlanadi. Hammasini unutasiz, hammani kechirasiz. Qalbingizni og'ritganni ham, ozor berganni ham, hammani kechirasiz. O'zgalarni ham, o'zingizni ham, yaratganni ham. Hammasi shunchaki meni imkoniyatlarim o'sishim uchun sodir bo'lgan. Menga yaratgandan berilgan imkoniyat sifatida kelgan. Bu menga yaratganning muhabbati, yaratganning g'amxo'rligi, buni hammasi meni hozirgi men qilgan deysiz. Ishoning azizim, kechirish bu haqiqiy erkinlik, qalb yengillashadi. Qora dog'lardan xalos bo'ladi qalb, ruh quvonadi. Va jazolovchi ongdan ham yiroq turing. Jazosini kutib yashash bu og'ir yuk. Qo'ying ularni, yaratganga qo'yib bering. Eng go'zal jazolovchi, maromiga yetkazib jazolovchi u faqat. Umuman jazosini bersin degan ongdan qutuling. Ularni jazosini kutmang. Jazolovchi siz bo'lib qolishingiz ham mumkin, tushunasizmi? Agar biz haqiqatdan ham har bir holat Allohdanligiga va bizga u holat sababsiz kelmaganiga ishonsak, hattoki boshqalarni aybdor deb bilsak ham ularga jazo tilamaymiz. Ya'ni sizni ongingizda o'sha dahshatli holat bor, jazo tilash holati bor, tushunasizmi? U insonlar sizga sizni darsingizni, sizni o'sishingiz kerak bo'lgan holatni olib keldi sizga xolos. Va siz o'tmishni ham unutishingiz kerak. O'tmishdagi hamma mag'lubiyatlaringizni unutishingiz kerak. Hoziringizni yashang, go'zal kelajagingizni quring. Azizlar, agar hayotingizni haqiqatdan ham o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hammasini iloji bor. Men qaysarman, men rashkchiman deb yursangiz yuraverasiz. Hamma yomon odat, fe'l, atvor yaxshisiga o'zgartirish mumkin. Bizga tafakkur shuning uchun berilgan. Biz o'zimizdan o'zimizni eng go'zal versiyamizni yaratishimiz uchun. Siz oldin kim va qanaqa bo'lganingizni unutishingiz kerak. Barcha mag'lubiyatlaringizni, barcha yiqilganlaringizni, barcha xatolaringizni shunchaki unutishingiz kerak.
Chunki aynan shu mag'lubiyatlar, aynan xatolarimiz, aynan shular sababli siz biron bir narsani qilishdan qo'rqasiz. Qarang, masalan, bitta odam o'tmishda biron bir biznes qilib kuyib qolgan deylik, hozir esa moliyaviy erkinlikka, ozodlikka va hokazolarni xohlayapti. Lekin unga o'xshamayapti, qila olmayapti, eplay olmayapti. Biz bu yerda yechim topish uchun o'tmishga qarashimiz kerak. Lekin o'tmishga qarasak botib ketaveramiz o'tda. Bu har bir insonda bizda millionlab travmalar, millionlab programmalar, millionlab dasturlar bor. O'tmishni kovlab, o'tmishda yashash bilan siz yangi kelajak qura olmaysiz. Albatta bizga tahlil kerak. Bitta tahlil qilamiz. Mana shu holatim o'tmishimda bo'lgan, mana bu holatga asoslanib bo'lgan. Okey, endi nima qilishimiz kerak? Yechim. Hozirgi holatdan yechim qidirishga qaratish kerak. O'tmishda yashayotgan inson yangi kelajak qura olmaydi, yarata olmaydi. U yangi shaxs bo'la olmaydi. U bir xil narsani his qilishga, sezishga, his qilishga, bir xil hayot kechirishga, bir xil narsalarni takrorlashga o'rganib qolgan. U hatto bir xil joylarga borishga, bir xil ishlarni qilishga ham o'rganib qolgan. Bundan qutulish uchun faqat qaror kerak. O'tmishni unutish qarori. Agar siz men buni qanaqa qilib qilaman, men o'z fikrlarimni qanaqa qilib anglayman, qanaqa qilib tushunaman, qanaqa qilib kuzataman, men yangi fikrlarni qanaqa qilib yarataman, men hislarimni qanaqa qilib yangilayman, men o'tmishni qanaqa qilib unutaman, men qanaqa qilib noma'lumlikka sakrayman deyotgan bo'lsangiz, buning uchun ajoyib vosita bor. Bu avvalo meditatsiya. Meditatsiya, nafas mashqlari, affirmatsiya va ta'kidlar. Va bular meni holatimni tubdan o'zgartirgan amaliyotlar hisoblanadi. Noma'lumlikka qilgan qadamlarimdan biri meditatsiya qilish hamda nafas mashqlaridan foydalanishni o'rganish bo'ldi. Bitta joyda o'tira olmaydigan pitir edim. 5 daqiqadan boshlandi. O'sha 5 daqiqa ham men uchun television ishonasizmi? Lekin uddaladim. Chunki xohish bor edi, qaror bor edi. Affirmatsiya va ta'kidlar esa boyagidek limoning bizni ongimizni mental obrazlar orqali ishontira olishimiz mumkin ekan. Ishoning, bular juda ham zo'r texnikalar. Bunga befarq bo'lmang. Agar men bu ishlarni qila olmayman deyotgan bo'lsangiz, adashasiz. Qachonki odam ichki, o'ziga nisbatan aniq ichki tayanch bo'lsa, u hamma narsani uddalay olishiga, hech narsadan qo'rqmasligiga ishonsa, ya'ni biz hammamiz nimadirlardan qo'rqamiz, lekin nima bo'lsa ham men buni eplayman degan ishonch bo'lsa, aynan shu hislarni, shu emotsiyalarni dunyoga uzatsa, dunyo uni qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Axir yaratgan mehribon-ku. Boya sizga aytdim-ku, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa niyat deb. O'sha niyatni aytdim-ku, u ham ongiz bilan ham qalban bo'lishi kerak deb. Ana o'sha niyat sizni mana shu holatga olib keladi. Ishoning, borliq juda ham barakali va adolatli va faqat ha deydi. Hamma narsaga ha deydi. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak deysizmi? Ha deydi. Mehnat qildirib qo'yaveradi sizni. Charchadim deysizmi? Charchataveradi. Tupoy deysizmi bu kimmi? Tupoy insonlarga to'ldirib tashlayveradi, hayotingizni to'ldirib tashlayveradi. Ya'ni biz nima haqida o'ylasak, shuni to'ldirib tashlayveradi hayotimizga. Albatta dunyo bilan munosabatda hayotimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa kuchlar ham bor. Lekin bu borliq asosiy qonuniyatlardan biri. Siz nima bersangiz, borliq shunga ha deydi. Siz niyat qildingizmi? Men hayotimni tubdan o'zgartiraman deb, bo'ldi, borliq sizni hayotingizda o'sha hayotingiz tubdan o'zgartirilishiga bo'lgan imkoniyatlarni to'ldirib tashlaydi. Niyat juda ham katta kuch. Kvant sakrashdagi eng asosiy va eng oxirgi qadam bu meditatsiya. Iltimos, meditatsiyadan qo'rqmang. Meditatsiya bu qalbimizni, ichki menni va o'sha men aslida nima xohlashini aniqlab beradigan amaliyot. Meditatsiya orqali biz qalbni eshitishni o'rganishimiz mumkin. Meditatsiya bu ongni tinchlantiruvchi texnika. Biz qalbni ong tinchlangandigina eshita olamiz. Tushunasizmi? Meditatsiya bu qalbni eshitishga yordam beruvchi texnika. Bu ibodat emas, adashmang. Bu ibodat emas, adashmang. Hammasi niyatga bog'liq, unutmang. Ibodat ruhni oziqlantiradi. Bu haqida men kursda aniq tushuntirib berganman. Endi meditatsiyani qanaqa to'g'ri va samarali qilish haqida aytib beraman. Meditatsiyani har kuni qilasiz va har bir meditatsiya kamida 45 daqiqa davom etishi kerak. Iloji boricha maksimal tinchlikda. Nima uchunligini hozir tushuntirib beraman. Eshiting. Meditatsiyaning birinchi 15-20 daqiqasida siz o'tmishda bo'lasiz. Bugundan, hozirdan boshlab oldingi vaqtni hammasi allaqachon o'tmishga aylandi. Bugundan oldingi kunlarni hammasi o'tmish hisoblanadi. Birinchi 15 daqiqa sizda aynan shu o'tmish fikri va xayollari juda ko'p bo'ladi. Siz ularni to'xtata olmaysiz va bu normal holat. To'xtatish shart emas. Siz shunchaki o'sha fikrlarni kuzatasiz. Xayollaringiz qayerlarga borib kelyapti? Shunchaki kuzatamiz hammasini. Va vaqt o'tishi bilan siz qayta meditatsiya qilursangiz, bu jarayon osonlashadi. Ya'ni siz fikrlaringizni tezroq o'chiradigan bo'lasiz.
15 va 20 daqiqadan keyin esa siz hozirgi lahzaga qaytasiz. Hozirgi lahzani sezishni boshlaysiz. Ya'ni meditatsiya boshlangach, odatda 15-20 daqiqadan keyin fikr va xayollar o'chadi, tugaydi. Va siz hozirgi lahzaga qaytasiz. Ya'ni siz meditatsiyada o'tirganingizni aniqroq his qilishni boshlaysiz va aynan shu yerda mo'jiza sodir bo'ladi. Chunki siz o'tmishdan ham, kelajakdan ham qutulganingizda, xalos bo'lganingizda, aynan hozirgi lahzaga tushganingizda, hozirgi lahzani his qilishni boshlaganingizda mo'jiza sodir bo'ladi. Va o'sha holatdagina kvant sakrash qilish mumkin. Faqat shu yerda va hozir holatidan, yaxlitlikdan, ichki birlikdan, aql va qalbning, ong va qalbning birlashgan holatida bo'lganingizdagina kvant sakrash qilish mumkin. Orzularga erishishning eng tez yo'li bu, ishoning. Ya'ni siz meditatsiyaga kirganingizdan keyin taxminan 15-20 daqiqalarda qalb ochilishi boshlaydi. Ya'ni siz qalb his qilishni boshlaysiz, qalb eshitishni boshlaysiz. Shunda biz o'zimizni haqiqiy o'zligimiz, ichki menni, ilohiy menni eshitishni boshlaymiz. Siz endi fikrlaringizni ong va ong ostining aqlidan, qo'rquvlaridan va odatiy his-tuyg'ularidan emas, balki qalbdan yo'naltirishni boshlaysiz. O'zingizni qalbdan yo'naltirishni boshlaysiz. Sizni xayollaringiz yaratuvchisi qalb bo'ladi. Ya'ni sizni ichki meningiz bo'ladi, ilohiy meningiz bo'ladi. Va siz shu yerdagina sizni haqiqiy meningiz, ichki meningiz nimani xohlaydi aslida? Nima kerak unga? Shuni eshitishni, shuni his qilishni boshlaysiz, tushunasizmi? Qalb ochilgach esa siz buni sezasiz, ishoning. Va keyingi 15-20 daqiqada aynan shu yangi holatni kuzatasiz. Fizikada bitta qonun bor. O'xshash o'ziga o'xshashnikini tortadi. Shuning uchun siz nima qilasiz? Qalb ochilgach, ozgina kuzatasiz qalbingizni nima deyotganini va sekin astalik bilan butun tanangiz bilan, fikrlaringiz, hissiyotlaringiz bilan, har bir hujayrangiz bilan siz yashamoqchi bo'lgan yangi reallikni his qilishni, yashashni boshlaysiz. Orzungizdagi hayotni yashashni boshlaysiz, tasavvur qilasiz. Xullas, uy xohlaysizmi? Siz o'sha uyda yashab yuribsiz. Kim bilansiz? Qanaqa kayfiyatdasiz? Qanaqa kiyimdasiz? Nima qilasiz? Hammasini qayta tasavvur qilib yashayverasiz. Lekin qarang, bu yerda eng muhim nuqta bor. Siz meditatsiya qilib, endi men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb divanda cho'zilib olmaysiz. O'sha meditatsiyadagi orzularingiz tomon reja tuzasiz va u tarafga qarab harakatlanishni boshlaysiz. Hech qachon unutmang, biz harakat uchun yaralganmiz. Bu borliqi eng asosiy qonunlardan biri. Harakatda barakat bor deb bekorga aytishmagan qarilarimiz. Meditatsiya sizni orzularingizga yaqinlashtiradi, xolos. Sizni erishish yo'lida kuch-quvvat va motivatsiya beradi, ilhom beradi. Sizni ongingizni qayta dasturlaydi va ong ostida yangi uy degan kodni yaratishga yordam beradi, xolos. Va albatta siz bu yerda o'z harakatlaringizni qilishingiz kerak, ajr va mukofot uchun. Meditatsiya orqali esa siz niyat sodir qilasiz va u niyat natijasida borliq sizni to'g'ri yo'lga yo'naltirishni boshlaydi. Bilib qo'ying, harakatsiz hech narsa o'zgarmaydi. Uy bekasi bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatlash uchun kerakli rejalarni tuzib olasiz. Ibodat, duolar, ta'kidlar, affirmatsiyalar, roza tutishlar o'z niyatingizga erishish niyatida. Bularning hammasi sizni o'z orzularingizga yaqinlashtirishga yordam beradi. Demak, meditatsiya qildingizmi? Keyingi 24 soat ichida yangi realligingizga bir qadam yaqinlashtiradigan minimal bir amalni bajarasiz. Bu juda muhim. Shu bilan birga har bir meditatsiya uchun niyat qo'yish mumkin. Ya'ni agar siz pulda yangi darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, o'tirasiz va yozasiz buni. Xo'p, men shuncha pul xohlayman. O'sha pulni nima uchun xohlashingizni aniq bilishingiz kerak. Bilib qo'ying, pul aniqlikni yaxshi ko'radi. Bu yerda yozish juda muhim. Miyadagi kashadan maqsadlaringizni ajratganingizda niyat ravshanlashadi. Faqat yozganda yozishga erinmang, iltimos. Yozish kuchi aslida meditatsiyadek quvvatli. Yozish xolis va to'g'ri niyatni yaratishga yordam beradi. Demak, siz pul xohladingiz. Qancha xohlaysiz? Qanchalik boy bo'lish xohlaysiz? Masalan, aytaylik, siz $1 million xohlayapsiz. O'sha $1 million qayerga ishlatishingizni aniq bilishingiz kerak. Aslida bu ko'pincha erkinlik, ishonch, barqarorlik, xavfsizlik haqida. Ya'ni pul ortida ma'lum bir hislar va holatlarga bo'lgan ehtiyoj turadi. Va siz meditatsiyaning ikkinchi qismida siz bu hislarni xuddi ular allaqachon siz realligingizda bordek, xuddi hozirning o'zida siz o'sha hislarni boshingizdan kechirayotgandek yashashni boshlaysiz. Siz qanchalik xursandligingizni his qilishingiz kerak,
qachonki shu hislarni his qilishni boshlasangiz, shu vibratsiyada bo'lsangiz, shu holatda bo'lsangiz, shu yerda bo'layotgan kvant fizikasidagi qonun ishlashni boshlaydi. Ya'ni o'xshash energiya o'ziga o'xshashni tortadi. Siz hayotingizda yangi imkoniyatlar, yangi odamlar, yangi yo'llar, yangi holatlar paydo bo'layotganini, qanaqadir yangiliklar kelayotganini ko'rasiz. Ya'ni hayotingizda hamma narsa yengillashishni boshlaydi. Sizni hayot, sizni borliq qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Aynan kvant sakrash texnikasini boshlaganingizdan keyin, endi transformatsiya jarayoni boshlangach, yana bir holatga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Siz kvant sakrash qilganingizda sizda nafaqat hayotingiz yoki hayotiy hodisalar o'zgaradi, balki undagi odamlar ham o'zgaradi. Ya'ni foydasizlari ketadi, foydali kelish uchun joy bo'shatish kerak borliq. Bundan qocholmaysiz. Chunki siz boshqa odamga aylandingiz. Siz so'ragan narsa sizga kelish uchun borliq avval sizga yetishmayotgan holatlarni to'g'rilashni boshlaydi, tushunasiz? Va hayotingizda ba'zi insonlar bilan yo'llaringiz ayriladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Atrofingizdagi dekoratsiyalar o'zgaradi va bu normal holat. Chunki dunyo sizni oynadagi aksingizni unutmang. Ichingizda nima sodir bo'lsa, tashqari aynan shunga xizmat qiladi. Nafaqat odamlar, boshqa holatlar ham o'zgarishi mumkin. Ba'zi qiyinchiliklar bilan yuzlashishingiz mumkin. Og'riqli holatlar bo'lishi mumkin. Lekin hammasida xayr ko'rib, xotirjamlik bilan o'z yo'lingizda davom etishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa kvant sakrashda yana bir muhim holat bor. Bu self worth. Ya'ni o'z qadrini bilish, samootsyenka, qadr-qiymat, loyiqlikni his qilish. Unutmang, qadr-qiymatni bilish bu baza, bu fundament. Bu sizni kvant sakrashingiz, o'sha jarayon tayanadigan poydevor bu. Esingizda bo'lsa, video boshida sizga sovg'a beraman degandim. Va'daga vafo qilib sizga bitta amaliyot beraman. Bu amaliyot bir vaqtlar meni hayotimni juda kuchli o'zgartirgan. Hozir men sizga aynan qadr-qiymatni tiklash haqida tushuncha beraman va amaliyotni mohiyatini tushuntirib beraman. Butun tanangiz quloqqa aylansin. Qarang. Aslida borliq juda baroqatli va juda mehribon. Siz keraklisini his qilsangiz, sizga keraklisi o'zi kelaveradi aslida. Faqat bizda har qanaqa blok, dastur va programmalar xalaq qiladi. Va borliq o'sha dastur va programmalarni, ya'ni gunohlardan bizani tozalash uchun bizga sinovlar jo'natadi. Va biz agar tafakkur qilsak, u sinovlardan, ya'ni u imkoniyatlardan to'g'ri dars olsak, shunga o'xshash sinovlardan qutulamiz. Ololmasak, o'sha turdagi sinovlar hayotimizda qaytalanaveradi toki siz o'sha sizga kerakli darsni olmaguningizcha. Xullas mavzuga qaytamiz. Demak, qadr-qiymat, loyiqlik. Aslida siz shunchaki tug'ilganingiz huquqidan hamma go'zalliklarga loyiqsiz. Va agar siz bunga o'zingiz loyiqligingizni anglay olmasangiz, his qila olmasangiz yoki ishona olmasangiz, agar siz men buni qila olaman, Alloh menga tanlash huquqini bergan, bu in'om deb his qila olmasangiz, jarayon ozgina qiyinlashadi, afsus. Bizga hayotimizni tanlash erkinligi berilgan. Sizga berilgan. O'z mehri va muhabbati bilan bergan. U bergan, faqat siz ola olmayapsiz. Siz tafakkur qiling, o'zingizni tozalang, o'zgartiring va almashtiring. Gap hammasi bizning dasturlarimizda, bizning qarashlarimizda, hayotga, holatlarga bo'lgan qarashlarimizda. Hech qachon esingizdan chiqmasin. Biza nimaga ishonsak, borliq shuni bizga baroqatlarda beraveradi. Mana oddiy dastur, oddiy misol. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak. Bo'ldi, siz ishlayverasiz. Hayot bu sinov. Bo'ldi, siz sinalaverasiz. Haqiqat uchun kurashasizmi? Bo'ldi, borliq siz hayotingizni nohaqlikka to'ldirib tashlaydi yoki yolg'onchilarni ko'paytirib tashlaydi hayotingizda. Xullas bunga o'xshagan dasturlar tiqilyotibdi bizda. Tafakkur qiling, anglang, o'zingizni tozalang, zararli dasturlaringizni foydalilariga almashtiring va hayot qanchalik osonlashishini ko'rib lol qolasiz, ishoning. Sizni hozirgi eng asosiy qadriyatingiz Yaratganning mehribonligi va sizga hamma narsalarni baroqatlarda berganiga chin dildan ishonish bo'lishi kerak. Va bu eng katta qadriyatingiz, eng asosiy dasturingizga aylanishi kerak. Chunki siz shunchaki tug'ilganingiz uchun qadrlisiz. Siz boringizcha qadrlisiz. Axir sizni yaratgan yaratdi-ya. Siz xohlagan hamma narsaga loyiqsiz aslida. Agar bunga ma'naviy nuqtai nazardan qarasak, agar din nuqtai nazardan qarasak, har bir dinda aytiladi. Har qanaqa jon, har qanaqa inson Xudoniki. Biz uni pufidan yaraldik axir. Aytingchi endi siz qanaqa qilib o'zingizni qadringizdan shubhalanishingiz mumkin? Siz qanaqa qilib o'zingizni mukammal emasman deb o'ylashingiz mumkin? Qanaqa aytingchi? Bizani har birimiz o'zimizcha noyobmiz. Har birimizning kuchli tomonlarimiz ham, zaif tomonlarimiz ham bor. Men qilayotgan ishim, men qilayotgan narsalarni siz qila olmaysiz. Siz qilayotgan narsalarni men qila olmayman. Va hech kim mukammal bo'lishga majbur emas va hech kim bir-biriga o'xshashiga majbur emas. Taqqoslash qatdan kelgan o'zi.
Va bilib qo'ying, biz o'sha xatolarimiz bilan go'zalmiz, biz o'sha xatolarimiz bilan insonmiz. Va qadr qiymat bu sizni o'zligingiz qanaqa bo'lsa, aynan shunaqaligicha qabul qilib shukr qilish haqida go'zalim. Siz o'zingizni barcha afzalliklaringiz va kamchiliklaringiz bilan qabul qilasiz, tushunasizmi? Tupoymisiz? Tupoyligim bilan shukr qilaman. Yolg'onchimisiz? Qabul qilaman. Erinchoqmisiz? Qabul qilaman, shukr qilaman. Farqi yo'q, qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, avval tan olasiz, keyin qabul qilasiz, keyin ruxsat berib turasiz. Keyin ajratasiz. Kerak emas, foydali foydasiz. Keyin tanlaysiz. Keyin esa o'sha tanlagan sifatlaringizni o'zingizda rivojlantirishni boshlaysiz. Salbiy jihatlaringizga tegmaysiz, kurashmaysiz. Siz o'zingizni ijobiy sifatlaringizni rivojlantirishni boshlaganingizda, sizning salbiy sifatlaringiz o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Va javob beraman bu narsaga, ishoning. Biz yomonlik bilan kurashmaymiz. Biz ularni shunchaki borligini unutamiz. Shaytonni borligini unutamiz, yomonlikni borligini unutamiz. Xullas, men sizga hozir juda kuchli texnika berdim. Foydalaning, tafakkur qiling shunchaki. Anglaysiz nimaligini. Endi amaliyot haqida. Amaliyotning mohiyati nimada? Bizning miyamiz, ya'ni bizning fokus asosan bizga yetishmayotgan narsalarga qaratilgan bo'ladi, to'g'rimi? Muammolarga, xohishlarga, istaklarga, orzularga, maqsadlarga qaratilgan asosan. Chunki bu inson tabiati. Katta borimni ko'rmaydi-da inson tabiati, inson nafsi. Yo'q narsasini eng katta ko'radi. Endi siz nima qilasiz? Sevimli daftaringizni olasiz, qo'lingizga ruchka olasiz va yozishni boshlaysiz. Hayotingizda 50 ta erishgan yutuqlaringizni yozasiz. Siz shunchaki e'tiboringizni va fokusingizni hayotingizda erishgan yutuqlaringizga qaratasiz. 50 ta qo'lga kiritgan, 50 ta erishgan yutuqingizni yozasiz va u uchun shukr qilasiz. Va ularni 66 kun davomida takroran yozasiz. Masalan, sog'lig'ingiz yaxshi, farzandlaringiz bor, universitetni bitirgansiz, ingliz tilini bilasiz, 100 ta kitob o'qigansiz, eringiz bor, baxtlisiz, chaqqonsiz, yaxshi davrda yashayapsiz, falon mamlakatlarga borgansiz, falon kurslarda o'qigansiz, bilmadim, rivojlanyapsiz, o'qiyapsiz, ko'ra olyapsiz, eshita olyapsiz. Eng kichkinasidan boshlab kattasigacha yozasiz. 50 tadan kam bo'lmasligi kerak. Topasiz, toping. Bor, albatta, har bir 30 yoshli insonda bor 50 dan ortiq yutuq. Ya'ni e'tiboringizni aynan nimalarni yaxshi qilishingizga qaratasiz. Fokusni salbiylikdan olib, yutuqlaringizga qaratasiz. Miyani pozitiv bilan band qilasiz. Chunki miya aynan shunaqa ishlaydi. Qancha o'zidan faxrlansa, shuncha o'z qadr qiymatini oshiradi. O'sha tomonga qarating fokusni. Chunki sizning miyangiz e'tiborini siz eplolgan narsalarga qaratganda, "Vah, men zo'rman, vah, men uddaburonman" deb o'ylashni boshlaydi. Va qachonki sizda "Men bilan hammasi joyida" degan his bo'lsa, siz o'zingizga kattaroq, masshtabniroq narsalarga ruxsat berishni boshlaysiz. Mana shuning uchun 66 kun davomida har kuni o'zingizni 50 ta yutuqingizni yozasiz. Va bu sizga sizni ongingizni qayta dasturlashga yordam beradi. Bir vaqtlar bu menga juda ham katta yordam bergan. Va yana bir kuchli texnika, men молодецman. Bu qadr qiymatni oshirishga yordam beradigan yana bir kuchli texnikalardan biri hisoblanadi. Har bir ishni qilganingizda, maydasigacha, mayda chuda ish qilsangiz ham, men молодецman deb ta'kidlab qo'yishni unutmasligingiz o'zi kifoya. Ana shunaqa gaplar. Qarang, qanaqa молодецman, Darsimiz ham yakuniga yetib qoldi. Agar siz aynan meditatsiya qilishni, kvant sakrash uchun o'zlik to'g'ri yaratishni, o'z hayotingizni o'zgartirishni, cheklovchi e'tiqodlardan xalos bo'lishni, shu bilan birga pulga oid cheklovchi e'tiqodlarni o'zimizda topish va davolash yo'llarini aniq bilmoqchi bo'lsangiz, agar siz mana shu yangi reallikni yaratmoqchi bo'lsangiz, bosqichma-bosqich men bilan birgalikda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni kursimga taklif qilaman. Kursda hammasi boshdan oxirigacha ko'rsatilgan. Biz o'zlikni topish va hayotdagi hodisalar va holatlarga bo'lgan nigohlarimizni o'zgartirish orqali hayotimiz sifatini tubdan o'zgartirishimiz mumkin. Sizni cheklovchi destruktiv dasturlaringizni birgalikda topamiz, anglaymiz va ularni konstruktivlariga almashtirib realligimizni o'zgartiramiz. Bilasizmi nima? Men haqiqatdan ham yordam berishni xohlayman. Boshqalar ham ko'rishni, bilishni xohlayman. Ular ham o'z hayotlarini o'zgartirish imkoniyati borligini bilishni xohlayman. Aslida hammasi oddiygina, aslida hammasi osongina va hamma narsani iloji bor. Faqat siz tayyormisiz bunga yoki yo'qmi? Savol shundagina faqat. Siz aynan shu mini dars orqali ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldingiz, angladingiz, o'rgandingiz, lekin bu hammasi emas. Bu yo'lda to'liq birgalikda o'tish uchun sizni hayotda o'yini kursiga taklif qilaman. Hayotni qiziqarli o'yinday o'ynashni birgalikda o'rganamiz. Albatta, agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kommentariyada bu videodan nima insight yoki nima yangilik olganingizni yozib qoldiring.
Bu menga keyingi videolarimni yozishda ilhom beradi. Komment va yozishmalarni hammasini esa o'zim o'qiyman va javob keraklilarga albatta javob yozaman. Like bosing, obuna bo'ling. Agar sizni atrofingizda shu videoga muhtoj insonlar bo'lsa, albatta bu videoni do'stlaringizga yoki dugonalaringizga jo'natib qo'ying. Xayr uchun yaxshilik qiling. Yana bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Sizga men aynan tana, ong, qalb, ruh va so'z mavzusida hayotda o'yini kursning bitta katta bobidan qanday qilib kvant sakrash qilish mumkinligini boshidan oxirigacha hamma qadamlari bilan to'liq mini kurs yaratdim. Bu mini kursda siz tana va uning parvarishi, ong va uning qudrati, qalb, ruh va so'zlarning mohiyatini hamda nur masteri tomonidan yaratilgan bir nechta sehrli duolarni qo'lga kiritasiz. Sovg'a sifatida esa men o'zim yaratgan meditatsiyani ham qo'lga kiritasiz. Sizni kvant sakrash nomli mini kursda kutib qolaman va aynan kvant sakrash bosqichlarini yana ham aniqroq ushbu mini kursda ko'rsatib beraman. Ko'rishguncha. Bye bye.